Odam bilan o'z qimmatini topadi. Yuksaklikni yaratadi. Turmushning har xil moddiy maishatlarga yem bo'lgan vaqtingizda sizni sevgan odamlarni unutib qolmang. Ularning diliga azor bermang. Shu esingizda bo'lsin. Siz bilan oxirigacha qo'l tutishib mang'alaydig'ini yanala ular. Buni hozir his qilmasangiz, hamon bir kun his qilsiz. Ammo u chaqda siz kechikkan, nurg'un ishlar o'zgargan bo'ladi. Abdurdim. Birinci qism. Har qitim mahalla do'qmishdagi 7 iqlimning gapini qilishib harmaydigan oshu bir to'p g'ayvat xotinlarni ko'rganimda tenim shurkinib, yuragim seqiraydi. Ularning menga yer tegidan qarab, nimalarnidir deb qusurlashayotganini ko'rsammi, ko'masga silib, zarb bilan dasab o'tib ketaman. Amaliyotda ularning nimalarni deyishdig'ini menga 5 barmoqimdek ayon. Ular boshqa ishlarni unutib qoldiki, bizning oilaning ishini zodli unutib qolmadi. Shu sababdan bo'lsa kerak, ularga salom qilgim kelmaydi. Ularning so'g'uq ko'zlari tasoddifiy ko'zlarim bilan uchrashib qolganda, ular menga qaysi tarzda, nima g'arazda qaragan bo'lsa, butun vujudimdagi kuch-quvvatimni ikki ko'zimga sig'ib, ularga mag'rur, qaysarlik bilan dodil boqaman. Nafrat bilan tikilaman. Amaliyotda unchalik qaysarman emasman. Palki tog'lardagi qishma-yoz qaddini ekmay, yoshirib turadigan qarag'aylardek kuchmador menda aslo yo'q. Ammo o'sha xotinlar bilan o'tirimizdagi hissiyot jangi tugimigacha men yana ularning oldida qarag'ayning rolini ilishga majburman. Shunga hayotning meni oshlar oldida bo'lsa-mu yerga qaratmasligini, hayotning menga xo'rmas kuch-quvvat, qaysar iroda ato qilishini tilayman. Turib o'ylab qolaman. Nemishqa bunday qilaman? Nemishqa ular bilan tang bo'laman? Bu savollarning javobini o'zim bilmayman. Shunga ba'zi chaqlarda uzundan uzunga ichimda tinglab o'ldirib ketaman. Ularning menga gohi anglatib, gohi anglatmay qilgan g'aybatlarga parvo qilmay deyman-u, ammo unda qilolmayman. Ularning o'sha siyg'izgandek qusurlab harmaydigan uzun tumshuqlarini qon qilib, chochlarini yulib, g'aybat qilganga to'yg'izib, sharmisor qilib kelib ketdi. Arqadan bu g'alati xiyollarimda yuzim qizdirdi. To'shqanmi ochchig'i kelsa odam tishlaydi degandek, xarakterimga yot holda menmi tuyg'umda ularni tishlab yursam, to'limi ahmoqlik bo'lganligini bilaman. Ammo har kimning bardoshlik berish kuchi cheklik bo'lganiga o'xshash, men hamma ishlarni ichimga selib yurishga zotli chidayolmayapman. Xuddi atili ular bilan kaltak to'qmoq ko'tirishib, urushib ketadigandeklar, dakki-dukki ichida yuraman. Tutunning ochiqini mo'ri biladi. Gohida ochiq o'ylarim uchun o'zimni ayblasam, gohida barliq his tuyg'ularimni erkin qo'yib etib, chunqur nafas olaman. Xursinish, nafrat, o'kinishlar bilan liqqida to'lib ketgan qalb qachamdagi qirtdoq, ochiq cho'kmalarni shaloqqida to'kib etib, hayotning baldek tatliq talqinlari bilan tomir-tomirlarimni to'shqizay deyman. Ammo qilolmayman. Bepoyon dengiz yuzidagi odamsiz qo'lvaqdek har yonga chayqilib holimdan ketaman. Baxt degan nima? Uning ta'birichi. Vazni ig'ir bo'lgan bu savolga javob izlab yurishni asla xohlamayman. Ko'zlarimni chingmida yumib, yeslarimni yugansiz to'sin taydek erkin qo'yayotgan chig'imda to'yg'u kaptirim qanotlarini qiyiqib, ko'k osmonning qahriga uchib chiqib, ruhim ufuq siziq bilan tutishib ketadi. Shundala men o'zimni paydek yening, ko'klam ko'ygan maysidek shodimon, momqab urug'idek g'am-g'ussiz sezaman. Ammo bundaq shirin tuyg'u qancha tez paydo bo'lgan bo'lsa, shuncha tez g'oyib bo'ladi. O'zimni bulung-bulunglardan bir xil g'ayriblik to'kilib turgan hujramda ko'raman. Ba'zida hayotning
odamlarning meni bakli chartib etgandan og'rinib qolaman. Ammo bu og'rinishlarimni bir o'zimni bilaman. Dunyoda tirishsimi qig'ili bo'lmaydigan ishlar nurg'un bo'lsa-mu, yanada tirishish, ijod qilish, beg'ishlash ruhiyla mening chanqoq qalbimga shifo yomg'ir bo'lib, qalb etizimni yashartib turdi. Taklimakkan qumliqining qum barxanlaridek egiz bas, qurg'oq, hayot yo'limda hozirgacha tirishib kelyapman. Ham oxirgi tinqimgacha tirishmoqchiman. Atrof oppoq qorga purkangan qishning oshi shirg'anliq kechisi mangu esimdan chiqmaydi. Garchi shu yili 10 yoshga kirib qolgan bo'lsam-mu, kunda degidek opam bilan birga uxlaydim. Sirtda och bo'rdek o'layotgan shivirg'anning ovozidan cho'chib uyg'onib, uy ichiga sap soldim. Daryozdan tushayotgan oy nuri uy ichini yo'ritib turadi. Dadam sal merdagi o'rinda yenik xo'rak tatib, qushildab uxlayotdi. Men yenimda opamning yo'qligini sezib, asta o'rnimdan turdim. Meriqi mehmonxona uyda opamning kimdir biri bilan past ovozda paranglashayotgan ovozini anglab, dadamning uyg'onib ketmasligi uchun putimning uchida dassab eshik tubiga keldim. Elib ketadigan hamma narsalarni tayyorlab bo'ldim. Siz shaqli mashinangizni haydab kelsangiz bo'ldi. Siz bilan bir jup sumruqdek bu yerdan purrada uchib ketishga toqatsizlanib turibman shu topda. Nima? Oltin zepu zinnatlarimni setib qizimga atab qo'ygan ozg'ini pulni ilib ilang demsiz. Po'qning issig'ini yepsiz. Yilimi men sizni ishkimizning muvaffaqin deb qizimni tirik yetim qilib siz bilan ketmoqchi bo'lyapman. Shumi yetmadimi sizga? Shuncha boy bo'lmasangiz qanday qilardingiz? Pulga to'ymaydigan shu qoningiz bir kechada vang'ida yerilib ketmasin-chimi? Ayni chaqda Musojida degan jinning boyligiga ko'z qizatib, meni tashlab ichimni qon qilib etgandingiz. Sizning o'sha vafosizligingiz tufayli yurtga qaytib kelib bo'g'icha, maktabdan qo'g'landi bo'lgan xabarim oldimda kelib bo'pti. Pokliqini yo'qotibdi, undaq bo'pti ey, paloniyada yuribdi-ey deb. To'qilgan so'z cho'chaklar ichida qanchalik azob chekkanimni bir o'zim bilaman. Muhabbatlashib, apaq-chapaq bo'lishib, dars tashlab yursakmi, nashayan ishlarni qilganimiz yo'q-ku. Shu mening pokliqimni bir o'zim bilaman. Ammo osh so'z cho'chaklar xuddi rostdek, men rostla shunda buzuq qizdek kishilar oldida yuzimni ko'tarmay yurib ketdim. Keyin aran deganda mau go'mushni tepib tegdim. Tegdim degan bilan iyiq tegdimmi yoki odamga mutadimni bir o'zim bilaman. Sojida degan jalopingizdan peshvo yeb, meni izlab kelganingizda sizni kechirib, keyningizdan ketmoqchi bo'lganimmi, sizga bo'lgan cho'ng iltifotdim. Voy qilin. Uni mendan ko'mang. O'zingiz Sojidakdan mehringizni uzamay, meni vaqtida izlab kelib bo'lamadingiz. Juvon bo'lsam-chi, keyningizdan mangay deganim sizning baxtingizmi? Shunga menga uni buni deb yo'l ko'rsatmang. Nima? Shu so'zligidek gap qilgandikin so'zlayma toza. Mening endi bu do'zaxda 1 minutmi to'g'im yo'q. Yilimichu 12 yilni shunda tasta o'tkazdim. To'la tilingizni chaynamay tezroq keling. Yili oqo'mish uyg'onib ketsa, ishimiz suv chilishdi. Yumran yuragim jiqidi qilib qoldi. Tuyg'um allaburun bir yo'qotishni sezib ulgurgan edi. Tanlarim bazgakdek titrab, tishlarim kasildab ketdi. Jaloqqida eshikni etishim bilan tang opamning qo'lidagi telefon trubkasi yerga tushib ketdi. Kim o? Opamning ovozi titrab ketdi. Men og'zimni to'limi tasta ochdim. Men opa. Eg'ir qadamlarimni yutkab, opamning yeniga keldim. Uning oydek nurliq, süzük chiroyi azroq tutildi. Bu kechada uyqungizni uxlamay, nima mushukdek timiz qilib yurisiz? Uyqum kelmadi, opa. Boyi kim bilan paranglashdingiz? Bir yerga boramsiz? Opam surma tortilgan chiroyli ko'zlarini mendan ilib qechib, yerdagi telefon trubkasini ilib, telefonning simini ajratib atgandan keyin chehriga so'z kulki yugurtib dedi.
Echek bormayman qizim. Boy deyishgan gaplaringizning hammani angladim. Siz dadam ikkimizni tashlab ketmoqchimi, oppa? Birdanla ovozim g'ishiga aralashib ketdi. Opam alqonlar bilan og'zimni etib ilib shivirladi. Pastroq gap qiling. Dadangiz uyg'onib ketadi. Siz degi kichik, nurg'un ishlarni tushunmaysiz. Cho'ng bo'lganda tushunmagan yerlaringizni men sizga oldirmay tushuntirib qo'yaman. Yo'q, mening hech nimani tushungim yo'q. Faqat siz bizni tashlab ketmasingizlar bo'ldi. Men hargiz unday qilmayman, qizim. Rostmi, oppa? Rost bo'lmaychi. Menga ishonmamsiz? Ishonma. Biroq boya u degan manda xil deb qo'ygan gap. Ko'p o'ylab ketma. Yoshlarim taramlab to'kilib ketdi. Qalbim osmonda bir qora bulut laylab yuradi. Yig'lamang qizim, nemishqa yig'laysiz? Men dedim-ku, sizni hargiz tashlab ketmayman. Bu dunyoda hech qanday bir opa o'z bolasini tashlab ketmaydi. Opamning aşı gaplari yuragimni illatib, andisha, tashvish, qo'rqinchlarimni allaqayoqlarga qo'g'lavatdi. Opam mehmonxona uyining chirig'ini o'chirayotgandan keyin qo'limdan yetilab, shap chiqarmay, o'ringa kirib yetib, meni ching'ida quchoqlab, peshonamga so'ydi. Sirtda shivirg'an hulavatdi. Darizi tövüdeki tereklerinin şaxları bir-biriga urilgan çağdaki çıqqan ovoz kishi qalbiga qandaqdir qo'rqinch salatdi. Dadamning xo'rak ovozi bag'an siri kuchayib, dariz tekchisidagi kichik soatning chikildigan ovozini besib ketdi. Men nimadandir ansirayotgandek opamning qo'lini mahkam tutib olgan edim. Opam mening uxlayolmayotganimni sezib, men anglab qanmaydigan kul qiz degan cho'chakni past ovozda boshlab ko'ngilishgan. O'gay onasi va xuy payli onasininkiga o'xshaydigan ikki qizi uni bek xo'rlaydi ekan. Opamning ovozi tog' suydek suzuk, mayin shamoldek yenik, paxtadek yumshoq edi. O'ltirib aram ololaydi ekan. Shunga hammaylar uni kul qiz deb atishadi ekan. Kül kız degan ism mana o'shunda. Yuragimni tilg'ab o'tib ketgan ovoz bilan tang biri tur degandek o'rnimdan chachirab turib ketdi. Yenimda opam yo'q edi. Yuragim dupildab ketdi. Sakrabli yerga tushib, o'zimni sirtqa otdim. Sirt sutdek oydin edi. Osmondan asta laylab tushayotgan qor to'zonlari qandaqdir bir g'ayribliqni boshlab keladi. Men tanlarimga nashtardek urilib, chochlarimni har yonga uchirayotgan sovuq shamolga parvomi qilmasdan oyoqsiz putlarim bilan oppoq qor ustiga dastlab atrofga alang-salang qardim. Ho'ylada opam ko'rinmaydi. Hangay uchuq darvozadan yugurib chiqibla, necha qadam nerda opamning yo'chun bir er bilan nimalarnidir deyishib, kichik bir mashinaning kayniga jiddiy holda bir nimalarni o'rinlashtirayotganini ko'rib, bor ovozim bilan vaqirdim. Oppa! 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 İkinci qism. Opam yiliqi er bilan aloq-chaloq bo'lib, chaqmoq tezligida mashinaga chiqishdi. Mashina gurrada o't elib qo'zg'aldi. Men vujudimdagi barliq kuchimni sovuqdan uyushib ketgan putlarimga yig'ib, mashina kaynidan yugurdim. Oppa ketmang. Siz menga ketmayman degan-ku. Texi dunyoda hech qanday bir opa bolasini tashlab ketmaydi degan-ku. Oppa! Çanaqlarımga patmay sirg'ib chiqayotgan yoshlarim mangzimda muz bo'lib qatmoqda edi. Ko'z oldimda bir yo'qotish, ayrilish azobi yeyilib yotadi. Qancha yugursam-mu mashinaga yetishaolmadim. Ammo zotli bal qo'yayotgim kelmadi. Xuddi mushundaq yugursam, to'satdan menga ikki tal qanot paydo bo'lib, men qanotimni ikkili qiqib, osha mashinaning oldiga o'tib ketadigan-dek.
Andın mashina to'xtab, apam mashinadan tushib, meni bag'riga besib, mangzimda to'nglab qolgan yoshlarimni eritidigandek go'zal bir orzu bilan shug'ullatdim. Opa, sizdan o'tinay, qaytib keling. Meni tashlab ketmang jinim opa. Mening miskin, ochiq nida aralashgan ayonchilik ovozim asta-asta laylab tushayotgan qor to'zonlarining bag'riga singib ketdi. Opam tuyuqsiz mendan yiroqlab ketayotgan mashinaning aynikidan beshini chiqarib menga dedi. "Uma qizim Qunduz, bo'ldi, yugurmang. Men sizni omon izlab kelaman. Menga ishining. Kirib keting qizim, tez kirib keting." Hash-bash tugicha kichik mashina g'oyib bo'ldi. Men nemagadir putlashib, opam qor ustiga jaloqqa dishi qildim. Yuragim muzlab, tenimga ochiq bir og'riq yamirab ketdi. Ko'zlarimni ochay debmi ocholmadim. Bir chaqda to'limi issiq bir qo'l meni oppoq qorning qo'ynidan ilib, bag'riga bosdi. Men ko'zlarimni ichib, o'zimni dadamning issiq quchog'ida ko'rdim. Dadamning ko'zlari bir kechida o'ltirishib, aslidinli bug'doy o'ng chiroyi qardab ketgan edi. Vujudimga xushida o'lashgan shig'i kelgunini zotli tutib qololmadim. Yoshlarim to'lqinlab ketdi. Dada, opam bir er bilan qochib ketdi. Bizni tashlab ketdi. Men opamni to'sib qolay deb yiliqi mashinadan keyindan yugurdim. Lekin yetishamadim dada. Opam nimashqa bizni tashlab ketdi? Asli sizni uyg'otsam bo'pti-ekan dada. Siz o mashinaga cho'qim yetishib oladingiz. Opamni qaytirib akiladingiz. Nimashqimiz sizni uyg'otmagandim dada. Jinim dada. Bo'ldi qizim. Ko'nglingizni buzmang. Yeningizni men bog'i. Tezaklayman deb quyrug'ini ko'taygan kala aman tezaklamay qolmaydi. Bir necha yil bo'ldi. Opangizning niyati buzilgan. Buni allaburun sezganman. Mana u xiyolini bugun amalga oshiribdi. Uni yenimizda tutib qolsaqmi, ko'ngli bu yerda bo'lmasa foydasi yo'q. Asli opangiz gapdan gap yo'q, ajrashiman deb g'alaba qilgan shu kunlarda qo'shilmasligimning sababi meni o'ylamasam sizni o'ylaydi. Qizini yetim qilishga ko'ngli unamay, xemig'inib qoladi deb to'limi oddiy o'ylabdim. Ammo uni shuncha yil bir uyda birga yashabmi tushunmabdim. Qarag'anda insonlarni tushunmak, tilsimning sirini yashmakdan tas bo'lish kerak. Voy yuragim, ajab og'rib ketdi ya. Arzugul. Paskash xotin. Meninggo azaldan sening oldingda qilchilikmi hurmatim bo'lib boqmagan. Ham bo'lmaydi. Men hammaga mush bir tal qunduzimni deb chidab kelgan emasmi? Men qilsanggo maylitti. Ammo qunduz. Dadamning ovozi paslab ketdi. Uning ixtiyorsiz ko'z chaniqidan sirg'ib chiqqan bir tomchi yeshi mangzimga tushib, yoshlarim bilan qo'shilib ketdi. Dadam mum bosgan ko'zlarini mendan ilib qechib, boshqa yoqqa qarab oldi. Men shu chaqda dadamning ba'zi gaplarini tushunsammi, ba'zi gaplarining tegiga yetolmagan edim. Ana shu kundan boshlab men opamdan ayrilib, tirik yetim bo'lib qoldim. Qalbim ochiq hislar bilan to'lib ketdi. Hayot shu qadar ma'nisiz bilinib, ruhim tenimdan sug'urilib chiqib, o'zimni asrlar bo'yi muz okeanning tagida mumiyoga aylanib qolgan suv parisdek sezdim.
balalik qalbimga besilib ketgan aşı baxtsizlikning tamg'isi har vaqt yuragimga qadilib turadi. Apam nima uchun bizni tashlab ketadi degan bu savol xeyli yillargacha meni qiynab, menga ko'ni qaytimdek so'rilib shirdi. Men yuragimdagi aşı jarohatning ta'sirida uzun, bakmi uzun hasrat olamida mangab urug'dek laylab shirdim. Gah ko'p-ko'k osmonning go'zal siymasidan, yo'pirmoqlarning tatliq pichirlashlaridan, gullarning xush hididan, oz to'la ilhom ilib chehrimga kulgi yugurtay, opamdan ayrilib qolgan bilan mehribon dadam, kuyimchan momam bog'u deb o'ylab hayotga kulib boqmoqchi bo'ldim. Ammo kulamadim. Tomir-tomirlarimga singib ketgan hasrat tindirmalari har bir hujayramni qamal qilib, mening his tuyg'u, xiyollarimning manziliga chek qo'ydi. Atrofimdagi o'sha bir to'p odamlar opamning bir er kishi bilan qechib ketganini xuddi mening gunohimdek menga shubhi bilan qaradi. Hatto bolalarga men bilan o'ynamaslikni, aloqa qilmaslikni alohida chekilib, meni qandoqdir badbashiri jin olvoslardek tasvirlab, bolalarning oq qog'ozdek suzuk qalbiga salbiy obrazimni usta rassamdek sizib qoldirish o'yida to'xtamay tirishdi. Men mahalladagi aşı bir to'p kishilar orasida qismoqdagi qushqashdek tipirlab, ovjini ko'ygan kiyik bolasidek urkib, asrlar bo'yi to'xtamay aytilib kelayotgan tugamas naqshidek aşı so'z cho'chaklar chambarki ichida mas odamdek o'ng ta'tir piqirab, asta-asta cho'ng bo'ldim. Hanifa momam opam qechib ketib 2 kundan keyin uyimizga ko'chib keldi. Opamdek bir vafosiz qizni tug'ib cho'ng qilganiga ming pushaymon qilib, bu umrda shunchachik bolalarni tarbiyalagan bilan o'zining qizini yaxshi tarbiyalamaganligi uchun kimlargadir yuz kelmaydiganligini aytib, yuzlarini kachatladi. Ahu faryod chekib, nola qildi. Marhum bovamning ismini zikr qilib, qizining qilgan yomon ishini tatladi. Momam dadamning oldida o'zini gunohkordek sezib, beshini ustin qilolmadi. Apam o'zini pardozlash bilan bo'lib ketib, vaqt chiqaramay, to'bi besib ketgan kigiz gilamlarni qiyiqib, kirlishib ketgan yotgan ko'pilarni so'kib, qaytadan yuvdi. Dariz tekchilardagi suvsiz qilib, qurib qolay degan gullarning tuvini yumushtib, o'g'utlab, tam toroslardagi o'muchki to'rlarini ilib, uyimizni tozalab, chinidek pokiz qilib Gerçi 60 yaşga yaqinlab qolgan bo'lsa-mu, o'zining juvonlardek chapdas, qo'li gul ishkanligidan maqtanib, besilgan polu, yalpuz cho'chursi, chamg'ur to'g'rab etilgan suyuq ishini dasturxondan kam qilmadi. Dadamni momamni qiyni opsi emas, o'lib ketgan marhuma opsdek ko'rdiganligini aytib, momamning o'sha ishchan qo'llariga so'ydi. Momam pensiyaga chiqqan xalq o'qituvchisi. Dadam bo'lsa viloyatlik boj idorasining ishchisi edi. Bechora dadamning vaqti yoz kunlari idorasining tugamas tozaliq, eg'ir yenik ishlar bilan o'tsa, qish kunlari o'sha qopqor ko'mirlar orasida parqozonga o't qalash bilan o'tadi. Bir kuni momam dadamga ich og'ritib, biz bilan mungdashib qoldi. Mening pensiya maoshim bu uyning turmushiga ozod yetadi bolam. Әмді ұнда қышмы яз жабасы көп ішіні қып жүрмәй, идардан істипа соғырсыңыз болам еке. Dadam zadılı unimedi. Bu aildeki üçümüz bir-birimizge ruhi yülençik bulup, apam toğrısındaki köngülünü parakende kıldıgan her bir eğiz gepten özümüzni kaçırattık. Әмма eğir tınıqlarımızdan, xunik közlerimizdan, yürükimizdeki hemmi ızdırap tökülüp duratdi. Apam şu ketkençe 3 yılgıç xavri bulmadı. Momam bir günü apamның Guangzhoudan əvətken xat ve pulunu götürüp geldi. Apam xeytide özünün ali mektepte okuvatkan çığıdaki söygen adımı bilen qaytı tepişkandan keyin tolumu bəxtlik yaşavatkanlıqını. Turmuşunun bayaşat, köngülünün toq işkenlikini. Momam bilen meni sığınıp ketse, yurtqa kelip, bizni körüp ketkisi keldiğanlıqını. Amma dadamның xalqi olam oldida yeksan bo'lgan erlik g'ururi, izzat hurmatining yesavini elishdan qo'rqib, yurtqa oyoq besishga jur'at qilolmaydiganligini va
ayni chog'da manga atab tiqib qo'ygan pulining o'rnini degandan boshqa gap qilmagan edi. Momam opamning xat yozganini va ahvolini dadamga aytganda, dadam xeyli uzungacha sukutda o'ltirib ketdi va bir eg'izmi gap qilmadi. Keyin sudqa arz sunib, opam bilan bo'lgan ayollik munosabatiga chek qo'ydi. Opam bu ishning oqibatini o'ylab yetanmidimi yoki yetsimi parvo qilmadimi qandaq? Bizga mangu peshonimizdan ermaydigan bir ahonatni qoldirib ketgan edi. Momam opamga endi bizga xat yozmaslikni, bizning shundoq yaxshi turayotganimizni, o'zining Arzugul degan qizining qalbida yo'qligini, po'q yegan to'xuvchilik ahli yo'q qizini o'ldi deb ko'ngildan chiqarayotganligini aytib xat yozdi. Shu chaqda opamning xatini ko'rib, yuragimning bir yerlari qancha tez illigan bo'lsa, yana shuncha tez sovib ketdi. Men yo yig'lashimni, yo kulishimni bilmay qolgan edim. Momam bilan dadam menga bekla amroq edi. Eg'izimdan chiqqan har bir gapimning hammasi ularning oldida to'g'ri edi. Mening qalbim mushu kichik oilamda illaydi. Sirtqa chiqqanimda bo'lsa, atrofimda quyundek piqirab yurgan muz arvohlarning sovuq nazari har vaqt menga mixdek qadiliqlik edi. O'ylamay desammi, oyog'i chiqmaydigan ko'ngilsiz xiyol. Ashu azobli qorliq kecha. Yilqi opam to'g'risidagi qirtaq aslamalar ich bag'rimni qo'ychib turadi. Uy bahordek illiq, sirt zemistondek sovuq, yotlar nazari shu qadar surlik. Dadam momamning mehri quyoshdak illiq. Balaliq qalbimga to'lib ketgan bu hayot iznolari keyin meni sukut qilishga, ashu sukunat olimi ichida hammani yoritishga undaydi. 3. qism. Men oliy maktabni bitirish oldida praktika qilib qaytib kelgan qishning bir yakshanba kuni momam necha yildan beri menga izchil degili unmagan gaplarni biraqla tavatdi. Sirtda lapildab qor yog'yotdi. Yo'g'an qor gullari asta laylab tushib, xuddi momamning hikoyasini anglamoqchi bo'lgandek deraza aynaklarga yenikkina uriladi. Uy ichi tonurdek issiq edi. Naqshliq mashning o'ti gurildab kuyayotdi. Mash ustidagi mis cho'gun yengil shing'ildaydi. Momam beshimni quchqiga ilib, sochlarimni barmoqlar bilan tarab turib, hikoyasini boshladi. Qunduz qizim, sizmi oq qorni obdan farq etgidek bo'lib qoldingiz. Endi ba'zi gaplarni deydigan vaqtmi kelib qoldi. Opangiz tug'ilgan shu kuni buvungiz bilan ikkimiz bexushib ketgandik. Buvungiz bilan men bir maktabda ishlaydik. Bizning xiyol tafakkur orzularimizmi o'zgacha edi. Bolamizni qanday cho'ng qilish, qanday tarbiyalash, qaysi maktabda o'qitish haqida talash tortish qilishatdik. Asli bizning yana bir balliq bo'g'imiz botdi. Ammo bu taqdir biz bilan qiyishqandek, keyin faqatla bo'yimda qolmadi. Necha dangliq doktorxonalarga berib ko'rinsammi, unimi faqat bo'lmadi. Oxir bizmi taqdirga tan berib, barliq mehr muhabbatimizni Arzugulga atab, uni yaxshi tarbiyalash o'yida bo'ldik. Ammo u bangvash oliy maktabga berib 3-yili yuzimizni poq qilib qaytib keldi. Keyin anglasak, u bir sinfda o'qiydigan Urumchilik bir aloqanat bilan muhabbatlashib qilib, kun-kunlab sinib, ham yotoqqa kirmay, dars tashlab yuribdi. Maktab rahbarligi necha qitim ogohlantirish bersa-mu, u ikkisiga faqat kor qilmabdi. Keyin men uning sinf mas'ulining xatini topshirib olgandan keyin buvimizga uqtirmayli Urumchiga berib, uningga ham Yiliqi Sulaymon ismli balaga samimiy nasihat qilib, avval yaxshi o'qib, o'qishni bitirsa, fursat deganning ko'p ekanligini aytib, boshlarini silab yenib keldim. Ammo mening gapim
ularning o'ng qulqidan kirib, so'l qulqidan chiqib ketibdi. Men qaytib kelib uzun o'tmay, Arzigul qor yomg'ir yig'lab yenib keldi. Maktabdan qo'g'landi bo'g'inni ozdab, yiliqi yurgan yigitimi jamiyatda o'ynab yurdigan Sajida ismli bir qizni tepib olibdi. Keyin u Arzigulga shundoq deb bilet ilib berib, yo'lga sap qo'yibdi. Arzigul qaytib kelgandan keyin bo'g'imiz o'zining umidlik bu qizdan bakla xafa bo'lib, qaynab ketdi. Aslida yuqori qon besimi biroqla o'rlab siqildi. Bo'g'imizning miyasiga qon tushgan bo'lib, operatsiya qilibmi, putqulning sezimini asliga akilanmadik. Arzigul dadisining aşı bir teri bir ustaxon bo'lib qolgan turqiga qarab, tantaklik qilib qolgan ishlarga qattiq pushaymon qilib, yosh to'kdi. Dadisining oyog'iga shiqilib, o'zining gunohini tiladi. Ham qanday qilsa gunohini yuyish fursati bo'lganligini so'radi. Men ota-bola ikkalanning bu holatini ko'rib, o'ng yig'lab ketdim. Keyin uchimiz bir gavda, bir tan bo'lib, xeyli uzungacha ko'z yesh qilishdik. Yurtda Arzigul to'g'riliq yomon gaplar tumandek tarab ketdi. Men uningdan yig'lab turib so'rig'inimda u bo'ynimga esilib, yomg'urdek to'kilib turib, o'zining boshqa ishni qisimi, qizliq izzat hurmatini yerga urdigan ishni qilmaganligini, qizliq angushlarining saqliqini, kishilar deyishgindek nashayon ishlarning azaldan bo'lib baxmaganligini, agar ishonmasam qasam qilib berganligini aytdi. Qizimning aşı ro'yi oldiga qarab, gumonlarimning hammasini ko'nglimdan chiqarib etdim. Demisimi, uning boshqa ishni qilsimi, undaq ishlarni qildiganligiga zotli ishonmaydim. Shundaqdimi, uni vaqtida yotliq qilib etmasak bo'lmaydi. Shundala kaskilarning og'zi shumuladi. Arzigul yenib kelib, bir yilgacha Sulaymon deganning hech qanday uchurni ololmay, uningdan umidini uzdi. Keyin bo'g'imizning arzusi bo'yicha kimdir birining soya qilishi bilan dadamiz bilan tanishdik. U arliqda uyimizga necha qitim kelib ketdi. Keyin opangizni yoqtirib qolganligini, uni o'z amriga ilish qaroriga kelganligini aytdi. U kamsiz, bo'ylari egiz, bek qamlashgan degili bo'lmasimi, turqidan bir xil yigitlarga xos salobat to'kilib turgan royish bor ekan. Bo'g'imiz bilan ikkimizmi uni yoqtirib qilishdik. U Arzigulni tunji ko'rgandila yenishlab qarab ketgan edi. Keyin o'zining ota-onasi yo'q yetim bola ekanligini, odatdagi bir ishchi bo'lsa-mu, ammo Arzigulga qanchalik to'yliq solsak, qarz elib bo'lsa-mu, to'yliqni kam qilmay oldiganligini aytdi. Ammo Arzigul qapoqlarini suzib, tumshuqlarini so'zib, yig'lab, dadamizni qattiq yoqtirmaganligini aytib, qayg'ishlik qildi. Sulaymon degan söygünning kelishgan qatti qomatini maqtab, dadamiz bilan selishtirdi. Ammo uning endi tanlash imkoniyati yo'qdi. U farzand bo'lish burchi bilan dadasining gapini shiramadi. Bizmi to'yni tezroq qilib, har joyda to'zg'oqdek uchib yurgan so'z cho'chakdan qutulib, yuzimizni yo'riq qilishga oldirdik. Shuncha oldirsaqmi, to'yni har xil sabablar bilan to'y xitini elib bir oydan keyin qildik. To'yni tugitib, yuragimizni besib turgan yo'g'on quramtosh g'ulab tushgandek yeniklablam qoldik. Burun bolamizning aqlsizligiga echingan bo'lsak, endi uning yangi turmushiga baxt tiladik. Marhum bo'g'imiz shuni kutib turgandekla, qizining to'yini qilib 18 kundan keyin ich bag'rimizni xun qilib bu dunyodan ketdi. Arzigul to'ydan keyin necha oylargacha jimmida yurgan. Keyin biroqla o'zgarib, dadangiz bilan tayin yo'q ishlarni bahona qilib to'la so'qishadigan bo'lib oldi. Qilgan nasiyatlarimga quloqmi solay demaydi. Qanday qilmay ko'nglim tushmasa,
ko'ngil yotgan yerda ish yotmabdi degan shu bo'lsa kerak, opa. Mening ko'nglim shu Sulaymonda qopti ekan-toq. Bu yuragimga boshqa bir odam sig'mug'dek. Men ajrashman. Bundaq er bilan bir kunmi uy tutqum yo'q. Desi shundaq deb g'alva qiladi. Ammo dadingiz opangizni shu qadar yaxshi ko'radi. Har qachon o'zi kiymisimi, yemisimi, opangizning xirojini, kiyim-kechkini kam qilmaydi. İdarəsindən bekabıb qalğan vaqtlarda, həm dəm ağanlarda bolsa, pul tapqıdəkli iş bolsa qılıb, Arzugülni yenida elib qilishning amalını istəydi. Mən dadamızның səmimiyyətindən, muhabbetidən təsirlənib, o ikisinin bəxtini tilab, qılmağan çiraylıq gəplərim qanmadı. Axır apangızmı erib qaldımı qandaq, bir günü özünün boyda qalğanlığını bilib, həmmimizni xoş qılıvetdi. Әмді болсымы bu ikisinin turmuş yıldızını saqlab qalalaydigan birdən bir amal baliddi. Keyin apаңыз bizga uqtirmay balını düşürüb etmən deb doktorxanaga borganda, apаңızның bir dostining dadыңızga içi ağrıb xabar yetkizib qo'yibdi. Şunun bilan biz shamaldek tez berib operatsiya karavotga chiqib bo'lgan apаңызны yandırıb keldik. Keyin qil ustida qolgan sizni apаңызga soydek egishib yurib, axir bu dunyoga ko'z ochqizdik. Siz tug'ilib, dadangizning chekirdan kulki neri ketmaydigan bo'ldi. Ammo Arzugül qachonla qarsi tumanliq osmondek tutilib yuradi. Keyin siz 5 yoshga kirgan yili dadangiz Arzugülning yiliqi Sulaymon bilan tepishib qilib, xat aloqasi qilganligini bilib qilib, uni to'risdagi limyag'ashga esib bakla urib etibdi. Tayoq ichiga o'tib ketdimi, Arzugül 3 oyda aran o'rnidan turg'idek bo'ldi. Gunoh qizimda tursa, dadangizdan ranjishga nima haqqim? Yig'lab qoqshab yurib, opangizning holidan xabar oldim. Shuningdan boshlab dadangiz aroqkash bo'lib ketdi. Aroq ichib mas'ub qaslam. Ya Arzu, menda xetin olma deyishing uxlab tushim. Agar shunda bir kun kelib qolsa, bo'ynini qushqochning bo'yni o'zgandek uzaytman. Ya nimang yetmay, menda ajrashmoqchi bo'lsa? Chirikli bo'ldi ekanman. Qunduz qizimni yetim qilishing hargiz yo'l qo'ymayman. Shu gaplarni takror aytdi. Opangiz dadangizning o'zini rostlam o'ldirib etishidan qo'rqdimi? Ya yiliq chaqda limyag'ashga esilib yegan tayiqi yurgida turib qoldimi qandoq? Ajrashma degan gapni xeyli bir yillarcha qayta og'ziga olmadi. Rayish muloyim bo'lib ketdi. Ammo dengizning usti tinch bo'lgani bilan ostining to'xtamay to'lqinlab turdig'ini zotli o'ylamabdimi? Opangiz osh kuni hech nimaga qaramay, hech qaysimizga tortishmay, Sulaymon deganning keynidan qechib ketgandan keyin uning mening vujudimdan tushgan bola ekanligiga zotli ishongim kelmaydi. Balki u o'zi hech qilganim to'g'ri deb o'ylashi mumkin. Ammo uning sizlarning oldinglarda bir umr yuzi qora. Uni zotli kechirolmayman. Qizim, opangizdan amdi kutadigan umidim yo'q. Uning qilgan har bir gunohi uchun o'zi hisobini berdi. Dadangizning yeshimi bir yegi berib qoldi. Mening salomatligim toza yaxshi emas. Bir putum ko'yga sangiladi. Dadangiz yelim shuncha yildan beri bo'ytaq tushdi. Men ko'p nasihat qildim. Hech anglaydigandek emas.
bo'lsa uylab qo'ysak bo'ladi. Mencha tam qo'shnimiz Ma'ramaxon mo'mayning to'y qilib uzun o'tmayli yo'ldish qatnash hodisasida tugab ketib, tul qolgan kichik qizi Oysimgul dadangizga bek mos keladi. Qarsam Oysimgulning dadangizga ko'ngli bordek. O'tmish o'tdi. Uning uchun yana ruhiy bedel to'lashning faqatla maoshi yo'q. Ko'zimning ochiq vaqtida dadangizning ishini o'rinlashtirib versam bo'ladi. Ondan xotirjam ko'zim yumiladi. To'g'ri topsangiz, siz dadangizga bu ishni puritib baqsangiz, u nima deydi, anglab baqsaq. Er kishi degan bek uzun bo'y taqshirib kelsa bo'lmaydi qizim.